93. sual. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli ustoz, namozda rukudan keyin sajdaga berishdan burun ishtonni qo'limiz bilan tortishning hukmi nima? Mendan boshlab bir qism kishilarda bor ekan bu odat. Men xeyli tirishib baqdim bu odatni tashlashga. Azroq tortib qo'ymasa sajda qilganda va tashahhudda o'tirganda ba'zi raxt ishton tortishib siqib qo'ydi ekan va odamni rohatsiz qiladi ekan. Aniq javobini bersa bo'pti ekan. Alloh rozi bo'lsin. Cevap: Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Namazda o'rinsiz ish harakatlarni ko'p qilish cheklanadi. Ammo ishtonni tortib sajdaga berish qatorliq ishlar aromida sajda qilish uchun zarur ham oz ish harakat bo'lg'achqa namozga ta'sir yetkazmaydi. Zarur ham oz ish harakatning namozni buzmaydiganligining dalili shuki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jamoatga 3-5 taqliq munbirida turib imom bo'lib namoz o'qiganda ruku sajda qilganda orqaga dojib munbardan tushib ruku sajda qilgan. Ruku sajdadan keyin yana munbarga chiqib qiyomda turgan. Yana nevrisi Umama radhiyallohu anhani ko'tarib turib namoz o'qigan. Ruku qilganda yerga qo'yib qo'ygan. Rukudan keyin yana ko'tarib olgan.